Hammaga assalomu alaykum aka-ukalar. Xudo xolasa 13-mart Toshkent shahridan chiqqan avtobusimiz Moskva shahriga yetib keldi aka-ukalar. Bu avtobusimiz mana odamlarimiz to'sa to'lmas yuradi. Ichida 5-6 odamlar bo'ldi. Xudo xolasa jo'nab ketiladi aka-ukalar. Kimdir dokumenti yo'q bo'lsa yoki zalota koronadan qarzi bo'lsa, Xudo xolasa yordam berib olib ketamiz. Mana akalarimiz ketyapti inshaalloh. Mana avtobusda ichki holat. Bugun avtobusda nechta odam bo'lsa ham yurib ketadi, to'sa to'lmasa. Har bitta o'rinda zaryadchi. Joylari keng, sidinalari 70-80% yetadi. Kuzatuv kamera, ikkitadan televizorlari bor. Aka-ukalar ishonchli nomalarni kirang qo'yamiz, telefon qilib bog'lana olasizlar, tanlovda adashmanglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.